Ayol kishi qachon chiroyli bo'ladi, yosharadi, kelishgan bo'ladi, yuzida nur bo'ladi, bilasizmi? Qachonki yonida uni tashvishlarini ko'taradigan erkak bo'lsa, uni himoya qiladigan, uni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan, asalim, jonim, go'zalim deydigan gaplarni gapiradigan erkak bo'lsa, mehribon, suyanadigan erkak bo'lsa, ayol hech qachon qarimaydi. Hech qachon qarimaydi. Bunaqa ayollar zavq shavqat bo'ladi. Bularning farzandlari xursand bo'ladi, sog'lom bo'ladi. Tabiiyki, bu muhit erkakka baraka, sog'lik, kayfiyat olib keladi. Bunday oilalar xotirjam va baxtli bo'ladi. Hammasi erkakka bog'liq oilada. Ko'pchilik ayollarni ayblaydi. Yo'q. Oiladagi muhit erkakning munosabatiga bog'liq.